Hech kimga sir emas, so'nggi yillarda dunyoda kechayotgan turli inqirozli holatlar, davlatlar o'rtasidagi qarama-qarshiliklar, bular tufayli vujudga kelgan keskin bir vaziyatda kambag'allikka barham berish, munosib mehnat sharoitlarini yaratish, jamiyatdagi zaif qatlamlarni ijtimoiy himoya qilish masalalari har qachongidan ham dolzarb muammoga aylandi. O'zbekiston parlamenti ham mazkur jarayonlarda faol ishtirok etishni o'z oldiga ustuvor vazifa sifatida belgilab olganligini qayd etib o'tmoqchiman. Mamlakatimizning parlamentlararo ittifoq faoliyatidagi so'nggi yillardagi ishtiroki sezilarli darajada faollashdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishni jadallashtirishda parlamentlarning rolini kuchaytirish to'g'risidagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining rezolyutsiyasini qabul qilish to'g'risidagi taklif to'liq qo'llab-quvvatlandi va ushbu rezolyutsiya BMT tomonidan qabul qilindi. Milliy parlamentimiz, xususan Senat, jahon kun tartibidagi ustuvor yo'nalishlar bo'yicha ushbu xalqaro tuzilma bilan bundan buyon ham samarali, konstruktiv muloqotni izchil davom ettirishdan manfaatdor ekanligini sizlarga bildirmoqchiman. Men barcha ijroiya qo'mitaning a'zolariga tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan 150-yubiley assambleyani yuqori saviyada o'tkazib olishingizda muvaffaqiyatlar tilayman.